Hello my dear subscribers, welcome to my channel. Today I'm going to talk about object pronouns. That's our same as object pronouns. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizni ism familiyasi ingliz tilida object pronouns. Demak, object pronouns. Ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilsak bu mavzuni to'ldiruvchi olmoshlar deyiladi. Olmoshlar degan joyga keladigan bo'lsak, kimda-kim oralaringizda demak darslarimizni boshidan kuzatib kelayotgan bo'lsa, biz olmoshlar so'zi tanish tuyuladi. Chunki biz olmoshlar mavzusiga doir bir nechta olmoshlarni o'tib o'tganmiz. Eslab oladigan bo'lsak, kishilik olmoshlar, personal pronouns, egalik olmoshlari, passive adjectives, passive pronouns, ko'rsatchi olmoshlari, demonstrative pronouns va bugungi o'tadigan mavzumiz to'ldiruvchi olmoshlar. Ana endi to'ldiruvchi olmoshlar nima uchun nomi to'ldiruvchi va uni ko'rinishi qanday va u gapda qanday qo'llaniladi degan savollarga birma-bir javob berish tariqasida mavzuni har doimgidek sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, to'ldiruvchi olmosh mana bu yerga men yozib oldim. Ko'rib turganingizdek ko'k rang bilan. To'ldiruvchi olmoshni yozishdan oldin mana bu yerda o'zimizni o'sha kishilik olmoshlarni yozdim. Ya'ni sizga tushunarliroq bo'lishi uchun solishtirish maqsadida. Demak, me ham meni talaffuzimga e'tibor bering. To'ldiruvchi olmoshni sizga talaffuz qilib tarjimasini aytayotganda. Demak, me meni, menga. Demak, you sizni, sizga. Him o'g'il bolaga nisbatan, uni, unga, unga. Her qiz bolaga, ayol kishiga nisbatan, uni, unga. It demak, hayvonga nisbatan yoki jonsiz narsaga nisbatan, albatta birlikdagi. Demak, uni, unga. Uchalasining tarjimasi bir xil. Uni, unga. Demak, us bizni, bizga, bizlarni, bizlarga. Yoki you sizlarni, sizlarga. Hamda them ularni, ularga. Ko'rib turganingizdek, mana shu to'ldiruvchi olmoshlar hisoblanadi. Ko'rinishi mana shunaqa. Endi savol tug'ilishi mumkin, nima uchun ular ba'zi birlari bir xil o'xshab ketadi, ya'ni kishilik olmoshlari bilan. Ko'rib turganingizdek, you yoki mana it mana you hamda mana her olmoshini eslaydigan bo'lsak, egalik olmoshlarida ham ayol kishiga nisbatan uning sumkasi deydigan bo'lsak, her bag deb aytardik. Aynan o'sha olmoshga o'xshab ketadi. To'g'ri, bu yerda o'xshab ketadigan olmoshlar bor, bir-biriga o'xshab ketadigan, lekin uni qanday farqlaymiz desangiz, uni gaplarda farqlasak bo'ladi. Endi gaplarda farqlashdan oldin avvalambor bularni gaplarda qanday ko'rib oldik endi buni. Demak, tarjimasini ham bildik, talaffuzini ham bildik. Endi buni gapda qanday qo'llaymiz deydigan bo'lsak, ya'ni gaplarda qo'llashni o'rganadigan bo'lsak, hozir buni ham ko'rib chiqamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, men bekorga mana bu olmoshlar bilan solishtirgan holatda yozib chiqmadim. Albatta sizlarga oson bo'ladi dedim. Sababi bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Mana bu olmoshlarni gaplarda qanday qo'llanilishini tushuntirishdan oldin. Ya'ni mana bu olmoshlarimizga e'tibor bering. I, you, he, she, it, we, you, they. Men, sen, u, biz, siz, ular. Bu olmoshlarni biz gapda foydalanib kelyapmiz, gaplar tuzayapmiz, umuman bu bizga yod bo'lib ketdi. Ya'ni gapda qaysi o'rinda keladi, qanday qo'llaymiz. I love my mom. Men onamni yaxshi ko'raman. Demak, ko'rib turganingizdek, I. Mana bu olmosh ishtirok etyapti gapda boshida. Yoki she knows Bob. U Bobni biladi, taniydi. Demak, she mana olmosh kelyapti gapda boshida. Yoki it is an umbrella. It is an umbrella. U soyabon. Bu ham mana it. Gapi boshida kelyapti. Ega sifatida.
Demoqchimanki, bu bilan bunaqa sodda gaplar bilan misol keltirmoqchimanki sizlarga, mana bu kishilik almashishni biz gapda qaysi o'rinda qo'yishni bilamiz. Hammaning ham o'zining o'rni bor-ku, misol uchun oilada ota o'rni bor, ona o'rni bor, farzand o'rni bor, opa, aka, singil o'rni bor. Xuddi shunga o'xshab hammaning o'rni bo'lgandek, grammatikada ham har bitta so'zni o'rni bor. Xuddi shunga o'xshab mana buni o'rnini sizlarga eslatib o'tyapman. Gapda boshida kelyapti. Ega sifatida, gapimga e'tibor beringlar, ega sifatida. Va ega sifatida kelgani uchun ham ega nima deydiganlar uchun yoki egani esdan chiqarib qo'yganlar uchun shuni aytaman. Ega bu gapni boshida kelgani uchun ham gapni egasi derdik. Ya'ni kim nima so'rog'iga javob oladigan so'zlarni. Va mana shu olmoshlar ega sifatida kelgani uchun ham bular ega olmoshlari ham deyiladi. Ya'ni ikkinchi ismi. Ikkita ismi bor bu olmoshda. Birinchisi kishilik olmoshlari, personal pronouns. Ikkinchisi ega olmoshlari, ya'ni subject pronouns. Subject bu ingliz tilida ega degan. Demak, subject pronouns ikkita ismi. Kimdir ham oralarimizda ikkita ismlilar bor, shunaqa odamlar bor. Xuddi shunga o'xshab bu o'sha mavzuning ham ikkita ismi bor. Ikkita ism bo'lishga sabab o'sha ega olmoshlari, subject pronouns bo'lishga sabab gapni boshida kelishi. Xo'p, yaxshi. Buni bildik, eslab oldik. Ana endi to'ldirish olmashga keladigan bo'lsak, buni gapda o'rni qayerda? Gapda o'rni qayerda? Qanday gapda qo'llaymiz? Bir necha misollar keltirib oldim. Va bir necha misollarimning ichida to'ldirish olmoshlar bor. Mana ko'rib turganingizdek, me. Mana me. Meni, menga, him. Uni, unga, it. Bu ham uni, unga, us. Bizni, bizga, them. Ularni, ularga. Ikki xil tarjima, undan yana vaziyatga qarab tarjima qilsam, mendan bo'lishi mumkin, men bilan bo'lishi mumkin, u bilan bo'lishi mumkin, bizlar bilan bo'lishi mumkin. O'sha kelayotgan so'zlarni bilan o'sha kelayotgan so'zlarda prepositionlarga, ya'ni bog'lovchi so'zlarga qarab. Xo'p, endi chalg'imaymiz, unaqa chuqur kirishib ketmaymiz, ya'ni hozirgi tushuntirayotgan narsamizdan chalg'imaymiz. Demak, me, him, it, all, them. Mana misollarni keltirib qo'ydim gapda. Demak, bu yerda endi tarjima qilganingizda o'zi ma'nosi kelib chiqadi. Misol uchun, Helen likes me. Helen meni yoqtiradi. Helen meni yoqtiradi. Tarjima qilamiz. Helen likes him. Helen uni yoqtiradi. O'g'il bolaga nisbatan aytilyapti. Helen uni yoqtiradi deb. Helen likes it. Helen uni yoqtiradi. Misol uchun olma bo'lishi mumkin yoki biron bir narsa. Mushukni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Helen uni yoqtiradi deb. Helen likes us. Helen bizni yoqtiradi. Bizlarni yoqtiradi. Helen likes them. Helen ularni yoqtiradi. Balki do'stlari bor, do'stlarini yoqtiradi. Do'stlari demasdan, demak, ularni deb qo'ya qolyapmiz. Xo'p, ana endi tarjima qilib oldik. E'tibor bersangiz, mana bu olmoshlar gapda qayerda kelyapti? Ha, ko'rganingizdek, gapda oxirida kelyapti. Demak, shunday xulosa chiqadi, ha, bu olmoshlar, ya'ni to'ldiruvchi olmoshlar gapni oxirida kelar ekan deb. Hozirgi tuzgan gapimizda gapda oxirida kelyapti, lekin har doim gapda oxirida kelyapti degan fikrga suyansangiz xato bo'lib qoladi. Eng asosiysi siz belgilab oladigan joyingiz, ya'ni mana bu fe'llarga aytaman. Likes, 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 likes. Bular fe'l. Fe'l. Demak, fe'lni biz bilamiz. Nima qilmoq, nima qilyapti, nima qildi, nima qilmoqchi. Mana shunaqa nima qilmoq so'rog'iga javob beradigan dunyodagi barcha so'zlar, ular fe'l hisoblanadi. O'ynamoq, kulmoq, o'tirmoq, bermoq, aytmoq, yemoq, ichmoq. Mana shunaqa demak, so'zlar fe'l hisoblanadi. Demak, mana bu to'ldiruvchi olmoshlar gapda doimo ko'pincha mana shu fe'llardan keyin kelar ekan. Fe'llardan keyin kelar ekan. Mana bunday bu olmoshlarni mana bu birinchi o'ringa ega sifatida chiqarib olmas ekanmiz. Demak, ular fe'ldan keyin kelar ekan. Mana bularni fe'l hisoblasak, likes, nima qilmoq, yoqtirmoq. Demak, fe'ldan keyin kelar ekan. O'rni shunda.
Xo'p, gap tuzayotganimizda mana shunday holatda o'rnini, tartibini bilgan holatda tuzsak xato qilmaymiz. Ana endi boshda aytib o'tganim, misol uchun you bir-biriga o'xshab ketyapti yoki mana it bir-biriga o'xshayapti. Buni qanday qilib ajratishimiz mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin sizlarda. Ana endi farqini tushuntiraman. Mana bu it, ya'ni u hayvonga nisbatan va jonsiz narsaga nisbatan it qo'llaymiz deb aytgandim. Xo'p, buni aytmasam deyarli ko'pchilik biladi, chunki juda ham sodda mavzu. Demak, it u. Mana bunga qarang, it is an umbrella. U soyabon. Tarjimasiga to'g'ri, u soyabon. Endi bu itga qarang. Ko'rinishi bir xil, lekin tarjimasi ikki xil. Uni unga. Ana endi xuddi mana shunday qilib tarjima qilib ko'ringchi. Mana bu tarjimani bunga qo'yib tarjima qo'yingchi. Uni soyabon yoki unga soyabon. To'g'ri kelmayapti. To'g'ri kelmayapti. Va sizga aytdim, bu olmoshlar hech qachon gapni boshida kelmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, tarjimada to'g'ri kelmayapti. Bu ikkinchisi. Va ana endi haqiqiy bunga tuzilgan gapni ko'rsatadigan bo'lsa, demak, Helen likes it. Helen uni yoqtiradi. Helen uni yoqtiradi. Ana endi mana bu itni mana bunga o'xshab buni tarjimasi, mana bu itni tarjima qilib ko'raylik-da. Misol uchun Helen u yoqtiradi. Helen u yoqtiradi. Tarjimada to'g'ri kelmadi. Ikkinchisida o'rinda. Hech qachon agarda biz mana bu vazifada gap qo'yayotgan bo'lsak, hech qachon u fe'ldan keyin kelmaydi. Doim gapni boshida keladi. Mana shunday deb tushuntirib o'tdik. Gapni o'rtasida ham kelishi mumkin, qanday holatlarda? Misol uchun qo'shma gaplar bo'ladi. O'rtada vergul bor gaplar. O'sha verguldan keyin yana o'sha mana shu kishilik olmoshlarni qo'llash mumkin. Endi sizlarga hozir qo'shma gap, sodda gap deb unaqa grammatikaga chuqur kirishib ketmoqchi emasman. Shunchaki siz hozir aytgan gapimni farqlarini tushunib olsangiz bo'ldi. Ya'ni voy bir-biriga o'xshar ekan, qanaqa ajratamiz, buncha qiyin deb deganlar ham bo'lishi mumkin. Demak, farqini mana shunday ajratib olasiz. Birinchisi kelayotgan o'rniga qarab, ikkinchisi uni tarjimasiga qarab. Demak, o'xshab ketganidan bir-biridan ajratish oson ekan. Bu mavzuni yana ham tushunib olishlaringiz uchun dars oxirida bir nechta misollar qoldiraman. O'ylaymanki, bugungi tushuntirgan mavzum hammaga tushunarli bo'ldi. Agarda tushunmagan bo'lsalaringiz, biror bir savollar yoki takliflar bo'lsa, odatdagidek kommentda o'z izohlaringizni qoldiring, kutib qolaman. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha. Goodbye.